Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Navbatdagi zakasimizni o'rnatyapmiz. Bu zakasimiz Andijon viloyatiga bo'lgan. Betga 6 ta eshik, 2 ta rom qilib berganmiz. Stanovka jarayoni ko'rishlar mumkin. Chiroyli qilib stanovka qilib beryapmiz. Oldi tomoni faqat oldi tomoni nalishni, orqa tomoni nashinni qilib beramiz. Hozir bu joylariga nashinni aylantiramiz. Eshigimizga stimul petlalardan o'rnatganmiz. Qora magnit mexanizm. Ajoyib uslubdagi ko'rinishda. Qo'yilishlarini ham chiroyli qilib qo'yib stanovka qilinyapti. Yopilishlari ham xudo xolisa juda chiroyli bo'lyapti. Bu tarafda bitta rom eshik bo'lib, oynali bo'lib o'rnagan yonma-yon. Romlarimizni ikkita chekkasi ochilmaydi, o'rta tabaqasi ochiladi. Xudo xolisa chiroyli qilib stanovka qilyapmiz. Arklatlari ham kattagina 3.7 li arklatdan bo'lgan. Yopilishlari xudo xolasa chiroyli. Mana bunisini atrofini nashinni qilib o'ralgan. Dabori yo'q, bez dabor olganmiz. Romlarimizga akfa mexanizm o'rnatilgan, akfa ruchka o'rnatilgan. Qulflarning ham zapaskalari 5 tadan kaliti bor. Bu joyda pluntislarni ham olganmiz. Pluntislarni ham nalishnida fasoniga moslab o'sha fasonda bo'lgan. Yopishlari ham xudo xolasa chiroyli bo'ldi. Malyar akalarimiz yaxshi ishlashgan ekan, ammo devorlarga chiroyli yopishdi xudo xolasa. Kanalimizni kuzatib borlar, kanalga obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar, like, komment qilib boramiz.